Bahrom aka hali kuni kech payt 10 dan keyin ko'chada ketayotgandim. Militsiyalar o'zidan-o'zi kelib meni olib ketib qolishdi. Sababini shu soqolni ko'rsatishyapti. Olib kirib ovorasan deyapti. Qonunchilikda shu soqolga qarshi qonunlar bormi? Ma'lumboy, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligimizda soqol qo'yganga shaxsga nisbatan hech qanday taqiqlar yoki javobgarlik belgilanmagan. Bunday holatlarda ichki ishlar xodimlari yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining talablariga bo'ysunmaslikka haqqingiz bor. Unda nimaga olib kirib turib soqolingni olasan deb shart qo'yishyapti menga? Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, haqiqatan Ma'lumboy soqol qo'ygan shaxslarga nisbatan ichki ishlar organlari yoki boshqa xodimlar tomonidan xodimlarga bo'ysunmaganligi yoki mayda bezorilik, ya'ni jamoat tartibini buzganlik holatlari bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilyapti ekan. Lekin bu holatlar mutlaqo qonunga zid bo'lib, bunday holatlarda yuqori turuvchi organlarga, ya'ni bevosita xodimlarni nazorat qiluvchi prokuratura organlari xodimlarning xatti-harakati yuzasidan shikoyat, ariza bilan murojaat qilsa, xodimlarni harakati bo'yicha qonuniy chora ko'rilishi belgilangan. Shu sababli kelgusida bunday holatlar yuz bergan taqdirda bizda o'sha uslub huquq kanallarimiz bor. Shunga murojaat qilinsa, bizni kuzatuvchilar, sizni kuzatuvchilaringiz tomonidan biz belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rish masalalari bo'yicha murojaatlar rasmiylashtirishga amaliy yordam beramiz. Esda tuting, sizning huquqingiz inom qilinmaydi, balki talab qilib olinadi. Biz sizga talab qilishda ko'maklashamiz.